Navbatdagi mehmonimiz. Jasurbek, bugun yaxshi ishlaganingiz uchun, munosib, yaxshi inson bo'lganingiz uchun sizga medal taqib qo'ymoqchiman. Qarang, vaqtida kelib. Tandan taradara. Bizda anaqa jonli ijroda hammasi. Diplomlar ham, hammasi dizaynni ko'ryapsizmi? Ranglari. Men bu yutuqlarga erishishim oson bo'lmadi. Vohli uydan chiqib ketardim, studiyaga kelaman deb. Muxlislarimga rahmat, sog' bo'linglar. Sizni ham tabriklaymiz. Sal uyalsangiz bo'ladi. Sal uyalsangiz bo'ladi. Men sal xijolat bo'larmikin, siz birovning yutug'ini o'zingizniki deb his qilasiz. Oshing halol bo'lsa ko'chada ye, o'tib ketasiz. Yolg'on, ishonmang. Haqiqatda bu sovg'alar qaytarib olaman. Yaxshi bir konfet taqdim etmoqchi bo'ldik. Aynan mana shu diplomlarni, medallarni asl sohibi bizni studiyamizga kelganlar, ustoz bilan birgalikda tashrif aylaganlar. Demak, tanishing. Demak, azizlar, tanishing. Jetkundo sport turi bo'yicha 3 karra O'zbekiston chempioni, 2 karra xalqaro turnirlar g'olibi Keldibayev Bahidjon hamda ustozi Niyazov Murod akalar. Assalomu alaykum sportchilarimiz. Assalomu alaykum. Ochig'i qo'rqyapman, qanday suhbat qursak, nozik savollarni bermaymiz. Men o'zim savol beraman. Bo'ladigan savolni beramiz. Sportchilar har doim ayollarni hurmat qilishadi. Keling, savolni o'zimdan boshlayman. Keta qolay bo'lmasa. Yo'q, o'tiravering. Hazır hammasi. Assalomu alaykum, xush ko'rdik sizlarni. Haqiqatda o'zbegimni faxrlari deb bemalol ayta olamiz. Siz bilan faxrlanamiz. Sportchini orqasida vatan taqdiri turadi-da. Televideniya orqali namoyishlarni ko'rganimizda ham o'zbegimni bayrog'ini hozir ko'tararmikin deb istasak, istamasak, tanisak, o'zbegimni mard o'g'loniga shu biz ovoz berib, sizni qo'llab turaveramiz, tashqarida bo'lsak ham. Umuman olganda bu sport turi o'zi qanaqa sport turi? Chunki buni nomi boshqacharoq eshitildi va u yerdagi o'sha erishilgan yutuqlar, g'alabalar haqida ham bemalol o'zingizdan eshitmoqchimiz. Marhamat. Jetkundo sport turi 1967-yil Xitoylik va Amerika kino yulduzi Bruce Lee tomonidan asos solingan. Hozirda 100 dan ortiq davlatlarda federatsiyalari faoliyatini yurg'izmoqda. Xususan O'zbekistonda ham. Hozirgi kunga qadar ko'plab respublika chempionlari, xalqaro chempionlar, jahon chempionlari yetishib chiqyapti. Bu sportga keladigan bo'lsak, bu sport ko'p sportlarni o'zida jamlagan. Qo'l zarbalari ham bor, oyoq zarbalari, kurashlar ham bor, ichiga olingan. Shuni mukammal sport turlaridan biri desak bo'ladi. O'zini jozibasi bilan, o'zini har xilligi bilan boshqa sportlardan ajralib turadi. O'zi qaysi sport turiga ko'proq yaqin? Muay Thai bor, boks, karate, taekwondo. Ko'proq hammasi uyg'unligidami? Hammasi uyg'unlashgan degan bo'ladi, chunki qo'l zarbalari, boks ham, misol oyoq zarbalari ham, kurash ham bor. Professional sport turi desak bo'ladi. Mukammal sport turlaridan biri. Yanglishmasam 10 yillik tarixga ega O'zbekistonda aynan. 10 yildan oshiq. 10 yildan oshdi. Bahidjon, sizni nima tortdi aynan shu sport turiga? Necha yil bo'ldi o'zi kelganingizga? Bu sport turiga men 2015-yil kelganman. 2015-yil. Ustozim Niyazov Murod o'g'lariga. Bu sport turi menga yoqqani qo'l, oyoq, kurash, uyg'unlashgan hamma narsa. Bu sportga borsangiz zerikib qolmaysiz. Ham musobaqalar yaxshi. O'sha hisobiga bu sportga qiziqib keldik mana sportga. Jarohatlar ko'p bo'ladi. Jarohatlar ko'p bo'ladi. Endi sezilmaydi deng. Sezilmaydi endi. Ko'p bo'ladi. Murun qonashlari bo'ladi, ko'zlar, sinishlar, ko'pincha travmalar oyoqda bo'ladi. Oyoqda ko'proq, ha? Demak, oyoq ko'p ishlayotganda. Qarang, o'zi umuman olganda mutaxassislar har bitta bola uchun yoshni belgilab berishganda, qaysi sport turida necha yoshga qarab beriladi umuman farzand tarbiyasida. Biz yosh ota-onalar farzandlarimizni necha yoshdan ayni sport turiga bersak bo'ladi? Xo'p, biz hozir 5-6 yoshdan qabul qilyapmiz. Endi bu ko'proq murabbiyga bog'liq. Murabbiy misol ota-ona kelganda o'zini shartlari bor. Shart emas, maslahat desak ham bo'ladi. Talablari. Agar misol trenerga ota-ona yordam beradigan bo'lsa, unda sport tezroq o'zlashtiradi. Qaysi taraflama deydigan bo'lsanglar, farzandini sport mashg'ulotlariga vaqtida kelib ketishini, vaqtida uxlashini, to'g'ri ovqatlanishini, bugun darsda nimalarni o'rganding,
обязательно so'rash kerak. Maktab muntazam yoki Ana siz- o'shanda sizni bola tezroq o'zlashtiradi. Nima desa bo'ladi? Yosh sportchilarni ham tezroq natijaga olib chiqsak bo'ladi. natijaga erishgan qancha yoshlar bor degan savolni ham bergandik. Shular haqida ham ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi. Natijaga erishgan yoshlar bizda juda ko'p. Hozirda ulardan umidimiz katta. Jahon chempionatlarida nafaqat jetkindoda, boshqa sport turlarida ham o'zligini hozirgi kunda sinab ko'rishyapti. Umidimiz katta. O'zi shunaqa maqol borku, bola boshidan ma'lum deyishadi. Har qanday ustoz shogirdini katta bir shohsupada ko'rsa, albatta u bilan o'tkazgan vaqtidan rozi bo'ladi. Ko'zga ko'rinmaydi quvonch bilan. Aynan bir ko'rganda siz oldingizga kelgan yosh shogirdni kelajakda albatta chempion bo'ladi deya olasizmi? Qaysidir qobiliyatiga qarab, tashqi ko'rinishiga qarab, muntazam ravishda mehr berganiga qarab, aynan sportga. Bir ko'rishda bilsa bo'ladi, qanaqa bir ko'rishda misol harakatchan bo'ladi, nimadir ko'rsatib bersangiz, mashqlarni, misol zarbalarni tez o'zlashtirib oladigan bolalar bo'ladi. Tez o'zlashtirib oladi. Undan nimadir chiqadi, kimdir bo'ladi. Ha, kimdirlar yillar davomida o'zlashtirsa, ular oylar davomida tezroq o'zlashtirib, tezroq natijaga erishadi. Ayni sport turini farzandlarimiz salomatligi uchun eng kerakli bo'lgan bir detallarini sanab bering. Xo'p, sportda salomatligiga juda katta foydasi bor. Misol, qon tomir kasalliklarini oldini oladi. Muskullar doimiy ishlab turadi. Har tomonlama juda ko'p. Buni hozir sanab o'tadigan bo'lsak, juda ko'p. Buni dorilar misolida aytsak bo'ladi. Misol, kasal bo'lib qolsak, tobimiz bo'lmay qolsa, dori ichamiz. Lekin sport bilan shug'ullanadigan bolani immunitet tuzumi juda yuqori bo'ladi. Nisbatan qolganlarga qaraganda kamroq kasal bo'ladi. Sportda juda katta foydasi bor. Qizlar ham qatnashsa bo'ladimi? Albatta, qizlar ham qatnashsa bo'ladi. Niyat bormi deyman? 6 yoshdan katta bo'lsa ham borsa bo'larmikin? Profilaktika uchun. 18 yoshlar qabul qilasizlarmi? Qilamiz. Vahidjon, bir savolda, aynan jang maydoniga chiqqanda, menimcha har qanday insonda hayajon, qo'rquv bo'ladi-da. Ana shu qo'rquv, hayajonni qanday yengasiz? Jang boshlanishidan avval ko'z oldingizdan kimlar o'tadi? Ko'z oldimdan avvalo trenerim, ota-onam o'tadi. Shuncha qilgan mehnatlarini biza shu ringga, tatamiga chiqib ko'rsatib berishimiz kerak. Jang mobaynida qanaqa mingta odam ichidan biz faqat trenerimizni ovozini eshitishimiz kerak. O'shanda ancha natija bo'lib yaxshi bo'ladi. Bakirjon Kaldubayev bugunga qadar muvaffaqiyatsiz janglar bo'lgan. Undan keyin muvaffaqiyatsiz jang bo'ldimi? Sizni tanidi, do'stlaringiz tanidi, bizni chempion-ku bo'lgandan keyin. Tan olinganingizdan keyin. Muvaffaqiyatsizlikka uchradingizmi jang borasida? Uchradim jang borasida 2022-yil. Aynan birinchi o'rin 3 karra Raqibingiz kuchlilik qildi. Kuchlilik qildi, jahon chempioni ekan. Finalda yutqizib qo'ydim. Xulosa qanday bo'ldi? Nima kamchilik bo'lgan? Kam mashaqqat qilinganmi? Balkim kam mashaqqat qilingandir, balkim mendan kuchlidir. Biz o'sha narsani o'zimizga qunt qilib oldik. Yanada undan ham kuchliroq ishlashga harakat qildik. Kelajakda Xudo xolasa u bilan yana ko'rishishga maqsad qo'yganmiz oldimizga. Katta arenalarda ko'rishamiz. Revanch olish niyat bor. O'zi ringga deydimi, jang maydonchasiga, sport jangi maydonchasiga to'g'rirog'i, necha yoshgacha chiqish mumkin aynan sizning sport turingizda? Xo'p, bizda asosan o'zi 35 yoshgacha bo'ladi, 35-36 yoshgacha bo'ladi. Lekin faxriylar o'rtasida ham musobaqalar o'tkazib turiladi. Demak, siz ham qatnashasiz-a? 30-25 yosh bo'lsangiz kerak menimcha. Bo'ladi. Qatnashasiz. Menimcha keyingi rejalar vaqt o'tgan sayin yuksalib boraveradi. Murabbiylikni tanlasangiz kerak, ustozga o'xshab, to'g'rimi? Xudo xolasa Necha yoshgacha jang qilmoqchisiz? Endi sog'lig'imiz ko'targuncha jang qilamiz. Oldimizda maqsadlar bor, jahon chempioni bo'lish, UFC larga chiqish, bayrog'imizni jahonda
yuksakka ko'tarish maqsadimiz hozir birinchi maqsadimiz shulardan iborat. Jahon chempionatiga ham ozgina qoldi. Vaqt Mart qoldi. oyida. Tayyorgarliklar qanday? Tayyorgarliklar har kuni 2 mahaldan trenirovka qilamiz. Ertalab, kechqurun 2 soat, kechqurun cross 3 soat trenirovkalar olib boriladi. Siz charchab qolmaysizmi ungacha yoki ozgina dam beriladimi yoki doimiy mashg'ulotlar ketma-ketlikmi? Endi dam ham beriladi, orada har xil trenirovkalar bo'ladi. Mashg'ulotlari. Mashg'ulotlar har xil olib boriladi. Uzoq masofaga yugurish bo'lsa bir kun parada ishlaymiz raqib bilan, bir kun lapada. Biz ham darsliklar qilib olganmiz. O'sha asosida olib boramiz. Jahon chempionati mart oyida, undan oldin mart oyining 3-sanasida O'zbekiston birinchiligi bor. Unda jang o'tkazadi va jahon chempionatiga tayyorlab oladi. Shogirdlar orasida hech bo'lganmi? Ringda-ku kaltak yesa yoki bo'lmasa unga zarba berib yutsa faxrlanasiz. Ko'chada qandaydir to'polonlar qilib, sizga qandaydir gaplar olib kelganlar bo'lganmi? Qanday qaraydi murabbiy bunda? Yo'q, bizda Qachon kulyapti, ko'p bo'lganmi deyman. Joyini yetolmaymiz deyaptilar shekilli. Bizda O'zi taqiqlangan, murabbiy ustozga, shogirdga shunday deydi, ko'chada urushma. Bizda unaqa narsa bo'lmagan. Shu kungacha sababi bizda birinchi navbatda intizom. Agar zalda intizomni bizsa, kimdir bilan urushib ketadigan bo'lsa, u sport faoliyatini to'xtatamiz. Bo'ldi. Biz seni ko'rmayapmiz bu yerda. Javobini beramiz. Xayrlashlar ekan. Chunki intizom bo'lmagan joyda boshqa ish ham bo'lmaydi. Baxtjonni keyingi safar studiyaga chaqirganimizda O'zbekiston chempioni deb tanishtiramiz, xudo xohlasa. Jahon chempioni. Jahon chempioni deymiz, xudo xohlasa. Nasib etsin deymiz. O'ylagan niyatlaringiz amalga oshsin va chindan-da hozir jahon chempioni deymiz deganingizda qandaydir ajoyib bo'lib ketdim-da. Biz uchun ham faxrda bu, aynan o'zbeklar uchun, bizning millatimiz uchun. Minnatdorlik bildiramiz maroqli suhbat uchun, tashrif uchun alohida ravishda tashakkur bildiramiz. Albatta, sizdan yaxshi natijalarni kutib qolamiz. Sport bilan doimo oshno bo'ling. Biz esa davom etamiz.